Sizlarni ar chaqib olganda bilasizlarmi nima yuz beradi? Chaqdi. Qalay, to'g'risini Zo'r og'rityaptimi yo'qmi? Yo'q. Chotki. Yoqimli. Bitta chaqqandan og'ridi, boshqa og'rimadi. To'g'risini ayt, odammisan yo'qmi? Tiziga qo'ydiramiz. Okay, boshlaymiz-mi? Bismillah, ket. Chaqdi. Bo'ldi, chaqdi. Yaqa oping, biroq. Mana chaqdi, ninasi qoldi. Oldin chaqtirganmizlar yo'qmi, to'g'risini aytlar? Yo'q. Birinchi marta? Ha. Sanchi? Birinchi marta. Hozir sinab ko'ramiz. Okay, og'rimaydimi, to'g'risini ayting? Og'riydi. Okay, hazillashyapti-da. Ozgina og'riq bo'ladi, keyin serotonin, dopamin gormonlar ishlab chiqarish boshlaydi. Organizm sizlarga bu og'riq yoqimli bo'lib tuyuladi. Har xil kasalliklarga qarshi eng kuchli immunitet hosil bo'ladi. Aytib o'tamiz, agar qanaqadir muammosi, allergiyada kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, ari chaqtirish umuman mumkin emas. Birinchi bitta qo'yiladi, keyin ikkita, ikkinchi kuni 3 ta, uchinchi kun 4 ta qilib sekin-sekin ko'paytiriladi. Men anchadan beri chaqtirib yurganim uchun hozir bemalol 5 ta, 6 tagacha ola olaman. Okay, keyingisini qo'yib ko'ramiz. Chaqdi. Mana shu qon aylanishini juda ham yaxshilaydi. Qon aylanganning hisobiga tizdagi har xil muammolar ketadi. Tizingizda qanaqadir muammo bormi yoki tizingiz og'riyaptimi? Suvi yemirilishimi? Shunga o'xshagan har xil kasalliklarga shifo arin zahri bo'ladi. Biz 3-arini chaqtiramiz. Chaqdi. Lekin odam maza qilyapti. Zahar bilan har xil kasalliklarga shifo bo'ladi. Ayniqsa tuzatib bo'lmas kasalliklardan biri rassiyniy sklerozga juda ham foydali. Ari yurak qon tomir sistemasiga foydalari juda ham katta. Qon aylanishini juda ham yaxshilaydi. Suvi bo'g'imlarda qanaqadir kasalliklar bo'lsa, ularni sirazi sezasizlar. Qon aylanish yaxshilangan hisobiga maza qilib olasizlar. Hozir buni sinab ko'ramiz. 5-ari ukamni beli og'rir ekan. Boshlaymiz. Belda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, Chaqdi. ukam og'ridimi yo'qmi, to'g'risini ayt. Yo'q, og'rimadi. Odammisan yo'qmi? Og'risa ham, og'rimasa ham, lekin maza bo'ladi. Aka, sizlarni kuniga nechta chaqadi, to'g'risini ayting? 50 tagacha chaqsa kerak. 50 tagacha chaqadi. Kasal ham bo'lmaysa uncha-muncha. Yo'q. Endi arilar kelaverasizlar.